bo'lgan. Bu yerda ishlaysizmi, o'qiysizmi, nima qilasiz? Bu yerda ham ishlab, ham yashayman. Juda ko'pchilikka tavsiya beraman. Nima ish qilasiz? Dubayda ofitsiant bo'lib ishlayman. Aha. Lekin farqi bor. Dubayda misol uchun oddiy restoranlar bo'ladi. Bu yerga Dubayga kelib birinchi marta ishlayotganlar tushunmasligi mumkin. Dubayda yerda level, ya'ni urovnlar bor. Birinchi etap, 4-chi, 5-chi etap. Xudoga shukr, hozir 5-chi etapda ishlayapman va ofitsiant bo'lib yaxshigina daromad qilyapman. Dubayda eng katta minusini aytib bera olaman. May oyidan boshlab Dubayda juda issiq bo'ladi. Oktyabr boshlarigacha juda qattiq issiq bo'ladi. Dubayga kelmoqchi bo'lgan yoshlarga nima maslahat berasiz? Avvalo birinchi o'rin ingliz tilini o'rganish. Doimgi shior va o'zimning shiorimni hammaga ulashish niyatim bor. Allohdan so'ranglar, sababini qilinglar va albatta erishasizlar. Oylik xarajatingiz qancha Dubayda? 500-600 dollardan ko'p. 500-600 dollardan ko'p. Hamma narsa ta'minlangan holatda.